qilinayotgan bo'lsa ham baribir foydasi yo'q bu narsa. Hajga borib turib Ka'batullohni buzib qaytadan qurib qo'ysin, baribir foydasi yo'q bu narsa. Dadasi bilan ayasidan arazlab qolgan o'g'il bolani yoki qiz bolani. Qanday arazlash mumkin bulardan? Ana ikkosi bo'lmaganda dunyoga kelmagan bo'lardingiz. Ana ikkosi bo'lmaganda bu dunyoda hayotini, nafasini olmagan bo'lardingiz. Ular sababchi bu dunyoga kelishingizga. Yaxshi bo'ladimi, yomon bo'ladimi, chidaysiz endi bu yo'qga. Endi shuning uchun ota-onani rozi qilishlik yigit kishini o'zi umuman farzandning vazifasi hisoblanadi. Bular ko'prik azizlar. Ko'prikdan o'tolmasangiz ariqqa tushib ketgani kabi ota-onani rozi qilmagan inson jannat ko'prigidan o'tolmay qolib ketadi, pastga tushib ketib qoladi, Alloh saqlasin. Endi ota-ona o'tib ketgan bo'lsa nima qilamiz endi? Qanday qilamiz endi desa, ota-onasi o'tib ketganlar ota-onasini aka-uka opa-singlisini borib qo'yadi. Xolalarni ziyorat qilib qo'yasiz.